Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu ve ta'alaga hamdu sana ve süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge en güzel durut salamlarımızı yollagandan keyin qadirli qeyrindaşlar, Tarixi Nazar programımızın 23. sanını anlaşanlarını qızgın qarşı alamiz. Biz bu programımızda Şarkı Türkistan'ın meşhur rehberlerinden merhum Muhammed Emin Buğra'nın Şarkı Türkistan Tarihi namlıq kitabını diqqətinizlərə sunup kelyapmiz. Biz ötken qıtım sanımızda Uyghur əlifbasi degan babdan başlap sözləb kelib, Xitayning vəhşi qatliamları qatarlıqlar haqqında sözlədik və kitabның 4-cü fəsli Qaraxanlar dövləti degan babga kelgan edik. İnşallah bugün şu yerden başlap diqqətinizlərə sunuşunu davamlaşdırırız. Mikrofon aldıda qeyrindaşınlar Abdullah Yalqun. 4. bölüm Qaraxanlar devrinden Moğollar devrigacha Şarkı Türkistan. 1. fəsil Qaraxanlar dövləti. Qaraxanlar dövlətini qurğuchilarının O'rta Osiyodagi qaysi türk qavmlariga mansub ekanliklari to'g'risida o'xshamagan ko'z qarashlar bor. Xitoy tarixlarida bularni Qarluq qabilasiga mansub deb taxmin qilindi. Ba'zi manbalarda bularni Uyg'urlardan deb ko'rsatgan bo'lsa-mu, Şarkı Uyg'urlardanmi yoki qadimki Uyg'urlarning avlodlaridanmi bu toza aniq emas deyishidi. Ammo bular dalilsiz taxminlardan iborat bo'lib, tarixiy nuqtai nazarda e'tiborga olgudak yeri yo'q. Qaraxanlar davrida yozilgan kitoblarga, tarixiy va adabiy vasiqalarga qaraganda, bularning asli qadimdan tortib uzilmay davomli suratda Qashqarga xon bo'lib kelgan bir xonadon jamat ekanligi bilinmoqda. Bu Qashqar xonliq xonadoni o'zlarini Qaraxanlardan mashhur Boqaxon, ya'ni Aprasyabning avlodi deb da'vo qiladi. Mana bu e'tibor bilan ular o'zlarini boshqa turk xonlaridan ustun ko'radi. Sharq Turkiston xonlari Hijriy 206, milodiy 821-yili Tibetliklarni haydab chiqarib, mustaqil bo'lgandan keyin Qashqar xoni borgan siri quvvat tepib, Yerken, Xotan, 3 qatarlıq ülkelərdə nüfuzini, yəni təsir dairesini yeyişqə muvaffaq bo'ldi. Keyinchi Kuchanımı itaat qilishqa majbur qildi. Shuning bilan Qashqar xoni bütün 6 shaharni o'z ichiga olgan qudratlik bir turk davlati qurib chiqdi. Tangri tog'larining shimolidagi Qarluq davlati va Balqash ko'li atrofidagi Yag'ma, To'xsi, O'g'roq, Chigil qatorliq mustaqil qabilalar G'arb tarafdan Mavaraun nahridagi musulmon Samanilar davlati va sharqdan Uyg'ur davlatining hujumlariga uchrab, xavf ostida qolgan edi. Taxminan Hijriy 256, milodiy 870-yili Qarluq davlati va yuqorqi mustaqil qabilalarning xonlari orqa-orqadan Qashqardagi 6 shahar xoniga bo'ysundiganliklarini bildirib, uning himoyasiga kirgan. Şunun bilan Qashqar xoni Tangritog'ning janub va shimolidagi 10 dan ko'proq turk xonligini o'z bayrog'i ostida birlashtirib, bir birlashma turk imperatorligini qurib chiqdi. Qadimki ota-bobolarining unvoni bo'lgan Qaraxon degan unvonni oldi. Arab tarixchilari buningdan burunqi qag'allarni atagandek, bularni mu Xaqanut Turk deb yozadi. Ya'ni Türklərinin Xaqani degan ma'noda. Davlatning kengayganligi. Hijriy 267, milodiy 880-yili Qaraxonliq taxtiga Ko'l Bilga Qaraxon, ya'ni Boqaxon chiqdi va uzunga qolmay sharqda quruq tog' tizmasining janubidagi Lop, Charchan, Abdal va Miran qatorliq joylarni egalladi. Bu joylar aslida Uyg'ur idi qutliqiga tava yerlar edi. Buning bilan Qaraxanlar davlati va Uyg'ur davlati orasida quruq tog' tizmasi chegara bo'lib qoldi. Ko'l Bilga Qaraxon, Boqaxon sharqdagi bu mamlakatlarni olgandan keyin shimoldagi Qarluq va boshqa xonlarni o'ziga bo'ysundirish uchun u taraflarni qo'lga keltirishni maqsad qilib, hozirgi To'qmoq shahriga yaqin Balasag'un shahrini poytaxt qildi. Inja, ya'ni Sir daryosining sharq yoqasi bilan O'ralgacha
va Oraldan sharqqa qarab Ko'kcha dengizining shimolidagi So'ruq tog'lari, ya'ni hozirgi Semipalatinskga qo'shilib, Irtish daryosigacha so'zilgan butun turk yurtlarini o'z hokimiyati ostiga oldi. Undan keyin Uyg'ur idi qutumu Ko'lbilga Qaraxonga tava bo'lishni qabul qildi. Buning bilan Qaraxonlar davlatining territoriyasi g'arbda Pamir tog'lari, Sir daryosi va Oral ko'li, shimolda Qirg'iz yayloqlari va Oltoy tog'lari, sharqda Oltoy tog'lari va Liangzhouning sharqidagi Wuxi teg'i, janubda Tang'ut, ya'ni Kuku xonligi, Qorong'u tog', Kuillun, Qoraqo'rim tizmasigacha kengaydi. Ko'lbilga Qaraxondan boshlab Qaraxonlarning poytaxti ikki yerda bo'lib, Qaraxon yozda Balasag'unda, qishda Qashqarda turadi. Ammo haqiqiy poytaxti Qashqar edi. Bu munosabat bilan Qashqar O'rdi kent, ya'ni poytaxt shahar deb atalgan. Ko'lbilga Qaraxonning vafotidan keyin uning o'rniga Qaraxon bo'lganlar to'g'risida Sutuq Bug'raxongacha bo'lgan orliqdagi voqealardan ma'lumotimiz yo'q. Sutuq Bug'raxonning dadasi Qaraxon Barxon, ya'ni Bozirxon Bug'raxon Hijriy 302-yili vafot bo'ldi. O'g'li Sutuq Tekin texi narsida bo'lganligi uchun inisi Asan Bug'raxonni o'z o'rniga valiahdi qilib, Asan Bug'raxonning valiahdi Sutuq Tekin bo'ladi deb vasiyat qilgan. Ba'zi manbalarda bu Qaraxonni Arslanxon unvoni bilan Bozirxon, Asan Esanxonni O'g'ilchaq xon deb olgan. Turg'unalmas 430-bet. Esan Bug'raxon Qaraxonlik taxtiga chiqib, akasining vasiyatiga amal qilib, Sutuq Tekinni valiahd qildi va qadimki turk an'anasiga muvofiq holda Sutuq Tekinning onasini nikohiga oldi. Lekin Asan Bug'raxon Sutuq Tekinni valiahdlikdan elib tashlab, o'rniga o'z o'g'lini valiahd qilish ko'yiga tushdi. Sutuq Tekin intayin hushyor va aqlliq bir shahzoda edi. 20 yoshga kirganda u maxfiy holda musulmon bo'ldi. Sharq Turkistonning islom tarixi. Qaraxonlar davlati qurilmasdan burun G'arbi Turkiston turklari tamoman musulmon bo'lgan edi. Qadimdan tortib mavjud bo'lgan Sharqiy va G'arbi Turkiston xalqi o'ttirisidagi milliy birlik va iqtisodiy aloqa nihoyatda kuchli edi. Tuqqanchilik va tijorat munosabatlari bilan bu ikki Turkiston xalqi o'ttirisidagi berish kelish intayin quyuq edi. Mana bu vositalar bilan Hijriy 3-asr ichida islom dini Sharq Turkistonda xeyli tarqalgan edi. Lekin Qaraxon jamiyati va yurt kattalari musulmon bo'lmagan. Qashqar va Balasag'un taraflarida xalqning yarimidan to'lisining musulmon bo'lganligi rivoyat qilindi. Hijriy 320, milodi 932-yili Buxorodagi Samaniy xondoniga mansub Abu Nasr Samani degan olim savdogar qiyofati bilan bir karvonni boshlab, O'zkent, To'rg'at yo'li bilan otishga kelgan. Abu Nasr Samani yo'lda hamrohlari bilan jamoat bo'lib namoz o'qiyotgan paytda o'g'i chiqqan Sutuq Tekin u yerga kelib qoladi va bularning musulmon ekanliklarini o'qib, ular namoz o'qib bo'lgandan keyin Sutuq Tekin Abu Nasr Samanidan islomning haqiqatini so'raydi. Munavvar va haqparast shahzoda bo'lgan Sutuq Tekin islom to'g'risida Abu Nasrning so'zlab berganlaridan bak ta'sirlangan va Abu Nasrni otishda bir qancha kun turishga taklif qiladi. Oldi bilan o'zi yolg'iz maxfiy holda musulmon bo'ladi. Undan keyin o'zining ishonchlik muhofazatchilarini va yaqinlarini islomga kirgizib, asta-asta boshqa musulmonlarni o'ziga tortishga boshlaydi. 5-6 oy ichida Sutuq Tekin boshchiligida 5-600 kishilik yosh musulmonlar tashkiloti borliqqa keladi. Sutuq Tekin bularni to'liq qurollantirib, guruhlarga ayirib, maxfiy holda Qashqar shahriga kirgizdi. Bularni ayrim holda askariy o'rinlarga, hukumat sarayiga yoki davlat kattalarining ustiga kecha vaqtida tuyuqsiz bosqin qilishga belgilaydi. Bu plan bo'yicha oldi bilan Sutuq Tekin 40 muhofazatchisini elib Qashqarga kirib, o'gay dadasi Asan O'g'ilchaq Bug'raxonga mehmon bo'lib o'rdiga tushdi. Plan qilingan hujum soati kelganda Sutuq Tekin 40 muhofazatchisi bilan Qaraxon uxlayotgan uyga besib kirib,
uni va o'rdidagi ba'zi tekin va mansabdorlarni asir oladi va o'ldirdi. Boshqa joylarga bosqin qilishga tayinlangan qismlarmi vazifalarini muvaffaqiyat bilan tamomlaydi. Shunda qilib Sutuq Tekin bir kecha ichida Qashqar shahrini qo'lga keltirdi. Shahar atrofidagi tangdun to'lisi musulmon bo'lgan Qashqar xalqi taraf-tarafdan Sutuq Tekinning yordamiga keladi va Sutuq Tekin 2-3 kun ichida yetarli kuchga ega bo'ladi. Butun Qashqar Sutuq Tekinning hokimiyatini qabul qiladi. Sutuq Tekin hokimiyatini mustahkamlab bo'lib, o'zini Qaraxon e'lon qildi va qahramon ma'nosini ifodalaydigan Bug'ra unvonini oldi. Musulmon bo'lmagan xalqlarni islomga da'vat qilib, g'azot yurishlarini boshladi. Qashqar, Yarkan, O'ch, Balasag'un va Barsig'on, ya'ni Issiqko'lning sharqiy o'lkalarida va Qorliq davlatida islom dini hech qanday to'salg'usiz rivoj topdi. G'arbiy Turkistondagi Samaniy islom davlati Sharqiy Turkistonda islom dinining va islom ilmlarining tarqalishida Qaraxon Sutuq Bug'raxonga ko'p yordam qildi. Tafsir, hadis va fiqh olimlari G'arbiy Turkistondan Qashqar va Balasag'unga uzilmay kelib turdi. Sutuq Bug'raxon musulmon bo'lgandan keyin islom olimlari uningga Abdul Karim degan nomni berganligi ma'lum. Sutuq Bug'raxon quydirgan tillalarida milodiy 920-yildan 956-yilgacha Qaraxon Sutuq Abdul Karim degan iboralar bor. Bu tillalardan ba'zilari Petersburg, Leningrad muzeyida saqlanmoqda. Qaraxon Sutuq Bug'raxonning g'azotlari. Qaraxon Sutuq Bug'raxon musulmon bo'lib Qaraxonlik taxtiga chiqqandan keyin u vaqtgacha islomga hech kirmagan va Budda dinining markazi bo'lgan Xotan, Kucha, Seriq Uyg'ur xonlari va Uyg'ur Idiqut davlati Qaraxon davlatidan yuz o'rib mustaqillik e'lon qildi. Shimoldagi O'g'roq, Yig'ma va To'xsi qabilalarimi isyon ko'tardi. Qaraxon Sutuq Bug'raxon bularni besiqtirish uchun bu xonlik va qabilalar ustiga yurish qildi. Xotan xoni qattiq turib qarshilik ko'rsatdi. Qaraxon Sutuq Bug'raxon o'zi Xotanga yurish qilib, uzun davom qilgan urushdan keyin Xotan xoni mag'lub bo'lib, shaharda muhosira ichida qoldi. Uzun davom qilgan qo'rshav natijasida shahar elinmadi. Oxiri shahar ichidagi baglardan biri musulmon bo'lib, isyon ko'tarib chiqqandan keyin uning yordami bilan shahar fathi bo'ldi. Undan keyin Qaraxon Sutuq Bug'raxon Kuchani fathi qildi. Lekin Kucha xalqining bir qismi musulmon bo'lmadi va qadimki dini Budda dinida qoldi. Uyg'ur Idiquti ustiga Qora shahar va Eli tarafdan 2 yo'ldan nurg'un askar yo'lladi. Qattiq urushlardan keyin Idiqut mag'lub bo'ldi va burunqidek Qaraxonlik markaziga tava ichki ishlarida o'z oldiga mustaqil bo'lish va qadimki o'z dillarini saqlab qolish sharti bilan sulh tuzdi. Shimoldagi Yag'ma, To'xsi va O'g'roq qabilalari ustiga to'liq g'azot yurishlari elib berildi. Yuqorqi g'azotlarning hammasida Abu Nasr Samoniyning o'g'li Abdul Fattah qahramonlik ko'rsatib shuhrat qozondi. Qaraxon Sutuq Bug'raxon uningga Alib Tekin G'azi degan unvonni berdi. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib Tarixi nazar programmamizning 23-soni vaqt e'tibori bilan mush yerda oxirlashadi. Inshaalloh Rabbim umr bersa, oldimizdagi sonda Qaraxon Sutuq Bug'raxonning vafoti va Musa Bug'raxon degan bobdan boshlab huzuringizga sunishni davomlashtiramiz. Ijobatli duolaringlarda abdur uchun ham bizlar uchun duo qilishni unutmaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.